Xo'p, shu videoda e'lonlar haqida gaplashib o'tamiz. E'lonlar nima desa? Xo'p, e'lonlar bo'limini sozlamalardan yoqib qo'ygandan keyin e'lon qo'shish degan joyga kirib, ombordagi mahsulot tanlaymiz. Formani avtomatik to'ldirib beradi bizga. Xohlagan joyimizni o'zgartirib, aloqa ma'lumotlari bilan telefon raqamini sozlab qo'ysak, e'lon mana shu joyga qo'shilib qoladi. Ya'ni ombordagi mahsulotlarda e'lon sifatida qo'shib qo'ysak bo'ladi shetga, rasmini ham yuklab. Natijada bizda e'lonlar ro'yxati bo'ladi. Qachonki ombordan sotuv qiladigan bo'lsak, bu yerda ham sotuv bo'lib qoladi. Va bu narsa mobil bozor degan bot bor va buni kanali bor. Bu narsani endi yo'lga qo'yapmiz. Xohlasa bu narsani yaxshi tomoni nima deydigan bo'lsak, bu narsani kanalda va botda marketing tomonini platforma, Smart Sale platformasi sotuvni o'z bo'yniga oladi. Ya'ni marketingini. Ya'ni platformadan foydalanadigan foydalanuvchilari platformani shunchaki e'lonni kiritib qo'ysa, Smart Sale degilar o'zi platforma shunaqa qilib ishlanganki, kanalga e'lonlarni har kuni aylantirib tashab turadi. Ya'ni deylik 100 ta do'kon bor, 100 ta do'konni telefonlari hammasi ulangan. Ular e'lonlarni joylab qo'ygan bo'lsa, har yarim soatda platforma tekshirib mahsulotlarni aylantirib turadi. Ya'ni tashab turadi avtomatik. Va bu yerda sotuvchi bilan bog'lanish, keyin qidirish degan joy bor. Qidirish orqali biz botga o'tib olsak bo'ladi. Qidirishga bossak biz botga o'tib ketadi. To'g'ri. Endi botni qulayligi shundaki, iPhone yozsak, iPhonelar ro'yxatini chiqarib beradi. Xohlasak hudud bo'yicha qidirsak bo'ladi. Xohlasak do'kon bo'yicha. Xohlasak brend bo'yicha, Samsung yoki Apple. Endi Smart bozor degan tugmacha chiqadi bu. Kiradigan bo'lsak, shu kim e'lon bergan bo'lsa, hammasi ro'yxatga chiqadi. Viloyat orqali qidirsak bo'ladi. Va qaysi do'kon bo'lsa, o'shanga doir hamma mahsulotlar e'lonlarni ham ko'rsak bo'ladi. Xo'p. Hozircha e'lonlar haqida qisqacha shu.